Eng xavfli ammo ko'pchilik bilmaydigan odatlar. Quyida ko'pchilik e'tibor bermaydigan, ammo ayrim holatlarda jiddiy kasalliklarning belgisi bo'lishi mumkin bo'lgan alomatlar keltiriladi. Bu alomatlar har doim xavfli kasallikni anglatmaydi, lekin ular davom etsa yoki kuchaysa shifokorga murojaat qilish kerak. Sababsiz vazn yo'qotish, qisqa vaqt ichida parhezsiz va mashqsiz ozish, doimiy charchoq, dam olgandan keyin ham o'tmaydigan holsizlik, ko'krak qafasida bosim yoki og'riq, ayniqsa qo'l, bo'yin yoki jag'ga tarqalsa, to'satdan kuchli bosh og'rig'i, hayotdagi eng kuchli bosh og'riqlardan biri bo'lsa, yuzning bir tomoni osilishi yoki nutq buzilishi, insultning dastlabki belgisi bo'lishi mumkin. Qon aralash yo'tal yoki balg'am, nafas yoki siydikda qon paydo bo'lishi, yangi paydo bo'lgan yoki o'zgarayotgan hol, teri saratoni belgisi bo'lishi mumkin. Bo'yin, qo'ltiq yoki chovda og'riqsiz shishgan limfa tugullari, nafas qisishi, ayniqsa tinch holatda ham yuz bersa, doimiy qorin og'rig'i yoki qorin dam bo'lishi, yutishda qiyinchilik yoki ovqat tiqilib qolayotgandek hissiyot, sababsiz isitma yoki kechasi kuchli terlash, ko'rishning to'satdan xiralashishi yoki yo'qolishi, doimiy xirillash yoki ovoz bo'g'ilishi 3 haftadan ortiq davom etsa, kuchli chanqoq va tez-tez siyish, qandli diabet belgisi bo'lishi mumkin. To'satdan hushdan ketish yoki tez-tez bosh aylanishi, oyoqlarda bir tomonlama shish yoki og'riq, qon ivishishi, tromboz belgisi bo'lishi mumkin. Terining yoki ko'zning sarg'ayishi, jigar yoki o't yo'llari muammosi ehtimoli haqida ogoh etadi. Doimiy yo'tal 3 haftadan ortiq, ayniqsa chekuvchilarda jiddiy tekshiruv talab qiladi. Zudlik bilan tez yordam chaqirishi kerak bo'lgan alomatlar: ko'krakdagi kuchli og'riq va nafas qisishi, yuz, qo'l yoki oyoqning bir tomoni falajlanishi, to'satdan nutq buzilishi, kuchli qon ketishi, to'satdan ko'rishning yo'qolishi, hushdan ketish yoki tutqanoq. Bu kabi holatlar sizda yuz bersa, zudlik bilan tez yordamga qo'ng'iroq qilish zarur.